Kelinglar sizlar bilan shunaqa chiroyli xrustalli sumchka to'qishni o'rganamiz. Uning uchun bizga 8 mm xrustal, 0,5 mm leska kerak bo'ladi. Leskani kamida 3 metr kesib olasizlar. Keyin leskaga 6 ta xrustal o'tkazib, 6-chisidan ikkinchi leskani o'tkazib olamiz. Keyin leskani bitta tarafiga 3 ta xrustal o'tkazib, 3-chisidan leskani qaytaramiz. Keyin ikkinchisiga 2 ta xrustal o'tkazib, shu leskani petladan o'tkazamiz. Keyin petlani xrustalni ichiga kirgizamiz. 3-qatorida ham xuddi shunaqa qilib, yana 3 ta xrustal o'tkazib, 3-chisidan petla qilamiz. Keyin narigi leskaga 2 ta o'tkazib, o'sha leskani petladan o'tkazamiz. Shu petlani durra ichiga kirgizamiz. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bir xil qatorlarni oddiy qilib, bir xil qatorlarini petla bilan to'qib olma. Sababi bu xrustallarni teshigi kichkina bo'ladi. O'shaning uchun orasida oddiy usul bilan to'qishni maslahat beraman. Shu ketishda bir tekislikda to'qib ketaverasizlar. 10 ta qator bo'lganidan keyin 11-qatorida уже keyingi qatorga o'tishni boshlaymiz. Ikkinchi qatorida ko'rib turganinglardek sal teparoqdan boshlanadi. Petla qilganimizdan keyin ichkari tomondagi leskani mana shu 2 ta xrustaldan o'tkazasizlar. Keyin chap tomondagi leskaga 3 ta dur o'tkazib, 3-chisidan oddiy usul bilan to'qib yuborasizlar. Master-klassni 3 ta qismga bo'lishimga to'g'ri keldi, chunki minuti ko'payib ketdi. Agar qolgan qismlarni tezroq ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga podpiska qilinglar. Birinchi bo'lib o'sha yerga videolarni tashlayman. Keyingi qatorlarni ham boya ko'rsatib o'tganimdek to'qib ketaveramiz. Shu sumkaga nechta shoda xrustal ketganini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga plus belgisini yozib qoldiringlar. Oxirigacha to'qiganimizdan keyin endi keyingi qatorga ham o'tamiz. Shu ichkaridagi leskani yon tomondagi bitta xrustalga o'tkazib, leskani bitta tarafiga 3 ta xrustal o'tkazib, ikkinchi tarafiga bitta o'tkazamiz. Keyin bu tarafdagi 3-xrustaldan oddiy usul bilan to'qib ketamiz. Keyin pastdagi leskaga 5 ta xrustal o'tkazib, petla qilamiz. Petla qilib bo'lganimizdan keyin xuddi boyagiga o'xshab ichkari tomondagi leskani yonidagi 2 ta xrustaldan o'tkazib, chap tomondagi leskaga 3 ta dur o'tkazib, 3-chisidan petla qilamiz. Keyin orada oddiy usul bilan ham to'qib ketaveramiz. 3-qatori ham oxirigacha to'qib olganinglardan keyin ichkaridagi leskani bitta dona xrustaldan o'tkazamiz. Keyin shu leskaga 4 ta xrustal o'tkazib, 4-chisidan petla qilamiz. 3-qatorni to'qib olganimizdan keyin keyingi qatorlarni bitta-bitta kamaytirib boramiz. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana shu 3 ta qatorni bitta-bitta ko'paytirganidek endi kamaytirib boramiz.